Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet agentligi haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonga ushbu haftada keskin salqin ob-havo kirib kelmoqda. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! Avgust oyi boshi uchun juda issiq ob-havo boshlandi. Dam olish kunlaridan so'ng O'zbekiston hududi bo'yicha harorat biroz pastlaydi. Bu haqida O'zgidromet agentligi ma'lum qildi. Prognozlarga ko'ra, ushbu ish haftasi davomida havo harorati 35-38 darajadan 32-35 darajaga o'zgarib turadi. Faqatgina respublikaning eng chekka janubida bugun kunduzi harorat 40-43 daraja bo'ldi. 4-avgustdan 7-avgustgacha 38-40 daraja atrofida kuzatiladi. Bu kunlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, ammo yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida, shuningdek, Farg'ona vodiysi viloyatlarida 4-avgust kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Toshkent viloyatida ham, Farg'ona vodiysi viloyatlarida ham tog'oldi tog'li hududlarda sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 4-5-avgust kunlari respublikaning ayrim joylarida shamolning tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda esa chang to'zonlar kuzatilishi mumkin, deyiladi xabarda.